Uzoq mo'jizalar bilan to'la bir shaharda Mindora nomli sehrli maktab joylashgan edi. Raya va Riko ismli ikki do'st afsungarlikni o'rganish uchun maktabga kelishdi. Raya yo'ldagi asalarilardan muloyimlik bilan so'radi. Professor Villinger qayerda ekan? Asalarilar oltin changli yo'l bilan yo'nalishni ko'rsatishdi. Bolalar yo'l bo'ylab yurib, nihoyat uzun soqolli, mehribon ko'zli sehrgar professor Vellingdorni topishdi va u bilan birgalikda sinfxonaga kirishdi. Raya va Riko darsni tinglab, sehrgarlikning sir-asrorlarini o'rganishdi va o'rganganlarini sinab ko'rish uchun tashqariga chiqishdi. Ular hayratda va quvonchda. Bog'da ular asalarilarga gulchang terishda yordam bera boshlashdi. Har bir gul mehr bilan ochilar, har bir chang mehnat bilan yig'ilar edi. Bolalar birgalikda sehrli gulni himoya qila boshlashdi. Professor Vellingdor ularning mehnatini ko'rib mehr bilan tabassum qildi va har bir bolaga oltin medal taqdi. Medal yaltirab, yurakdagi mehrni aks ettirar edi. Raya bugungi kundan xursand, qalbi to'la orzular bilan uyiga qaytdi.